Cömel. Senin rehberin zadı kim? Uqmayman. Rasul uqmayman. Sen sakallık bire demegemmedin. Onun şertikname Laçin degendin o. Şundaq, lekin men uni bilan ko'rishmoqman-da. Cumem. Sen evlak peycanımız ziyankeşlik kılıp taslık aldın. Yeni rast gap qilmaydigan bo'lsang, bir pay vaqtlarni jiningni olaman. Yo'q. Uning rasli shartnoma Laçin. Bu ras. Biroq men rasul uning bilan ko'rishmoqman. Vicdanım guvoh bo'lsin. Yolg'on gap qilgan bo'lsam, meni yetib o'tinglar mana. Çıkıp git ana. Ha? Arqı sepimizge yoşırınıgan düşman. Helal çoğunquru yoşırınıptı. Meydanı çıkıp ağalar fakat bir neçe çapar men xalas. Biroq bu yoşırın katta baş zadi kimdi? Bu bir neçe çapar menga musal qirg'il bo'lmaydi. Aldırsak, ishni buzib qo'yishimiz mumkin. Gapning o'chig'ini eshitsak, shaxmatda bir lo'ri xato mengasa shu maydon o'yinda uqtirdigan gap. Biroq yana bir gez o'rilsa jaholat, ming gez o'rla adolat degan gapmi bor? Bu Yanpayjon o'miltiqiga udul turib, qimirlab qo'yaymi demedi. Faqat eng botir tojik azmatlarla mushunda qila oladi. Bir gap noyt to'g'ri aytilgan. Qo'y to'pig'a ba'zida qo'y telsiga o'rnib olgan bo'ri kirvelishdan saqlanqili bo'lmaydi. Bugungi yilqi choruvchilarning ba'zilari ko'zimga notunish ko'rindi. Biroq Yanpayjonga deyishga petinolmadi. Shaharga kiriblar, ularning hammasi yo'qolib ketdi. Qo'sig'inlar oshqanda, men tamoq etay. Lyofa. Texchil hech kim kelmabdi-da. Kelmadi. Birsimi kelmadi. E'lonni choplab qo'ydik. Biroq ularning birini xat tonimaydi. Vaqti kelganda agar biri bola maktabga kelmasa, qanday qilamiz? Shojifon, umidsizlanmang. Ishonmanki, hamon bir kuni o'qiydigan odam keladi. Shojifon, g'ayrat qil. Xo'p. Yurtdoshlar, ozodlik armiyamiz sizlarga bir maktab qurib berdi. Uyda bolalaringlar bo'lsa, maktabimizga olib beringlar. Bilim o'rgansin. Shak, men bilan birga maktabga boramsan. Menda yana kampit bor, Kela, kampit yegin. Shak. Men sana kampit beray. Kela. Cefan, bu xizmat ishlamakdasimikan? Sen bu kampitdan nechini taqatding? Bu kampitni Lyufan bergan. Lyufan'a kampitni shtab maslahatchisi bergan. Sening yegin bo'lgan taqdirdimi, men sana baribir bermayman. Hey, Shojifon. Rimbanjon bor ekanda. Qanday bo'ldi? Mening amalim bor. Sizning qanday amalingiz bor? Kampitni menga bering. Shojifon, tez bo'l. Kampitni Rimbanjonga bergin. Bo'la. Hey Fukam. Bu yoqqa. Men bilan maktab berib, o'qinglar. Bo'lamdi? Maktabga berib, bilim o'rganisizlar. Maktab yaxshi, naqshit olaysizlar, usul o'ynay olaysizlar. Yana texi bu o'yinlarni o'yinsanglarmi bo'ladi? Texi yeydigan kampitmi bor? Ala. Bu bak temlik.
Yangla. Men bilan mektep berib o'qinglar. Bo'lamdi? Mektep beringlar. Ha? Hey! Hey, kaçmanglar. Ama lazımmış mıydı? Yan beycan, ben aldırıp berkip kılıvasam, siz de külüvatsınız go, ha? Kechiring. Hazır mektepni kurup olduk. Bırak bir balı mı gelmedi? Bire amal tapsak buladı. Liufang. Men qandaq amal topa olayman? Siz degan qiz bola. Menimcha bolalarni qiziqtirishga, bola chaqirib kelishga siz menda ustaroq qo'y. Bo'lmasa buni qilaylik. Siz aldirmang. Biz birlikda amalni qilaylik, ha? Bundan boshqa maktabning aslihalari jihatda qandaq talabingiz bor? Mektepnin əslahalarida boshqa masalami yo'q. O'qitish materiallarini men o tarafdan epkaygan. Zimin. Kaman degan so'z chegara qurolining simvoli. Qo'rol. Qurol. Tuproq degan tavallik. To'g'ri siziq degan tog' yoki Tizma. Taq tizimlari. bilman. Hey, tog' tizimlari degan nima? Taq faqat birli bo'lsa, yetim taq bo'ladi. Nurg'un taq o'zaro tutishib ketsa, uni taq tizimlari deymiz. Uqdingmi? Uqdim. Rinbanjam. Ha? Men bir she'r yozgan edim. Buni ko'chirib yozib qo'ya, Dudashing yaxshi yozibsan deydi. She'r? Hey Cefan, sen tek xatimi tuzuk tunib bo'lamagan turuqliq yana tek she'r yozamsan. Qog'ozni zoy qilma. Qilibg'a ishini qilgin, ha? Liufangning ishi uchun mendan o'ch yilibsan, ha? Cefan. O'zing kichik bo'g'ining bilan kollar qilib qirib qopdi juma. Hay. Amisi men sana she'rni tushuntirib qo'yay. Ha? She'r yozmoqchi bo'lsang, mayli sen nimani yozgan, oldi bilan qopiya turaqqa diqqat qilishing kerak. Qopiya turaq degan nima? Qopiya deganimiz misralarning oxirida kelgan so'z va bo'g'imlarning ohangdosh bo'lib kelishi. Nima? Turoq degan nima? Barmoq vaznida yozilgan she'r misralarga bo'g'imlarning ma'lum tartibda guruh bo'linishi turoq bo'ladi. Alayliq, raisning uzun safar degan she'rda mundaq ikki misra bor. Katta isib hanqiyog'i urganda jinsha do'lqini, chashda dado ko'rikning zanjiri so'q qahirtan. Mana bu she'rning turoq va qopiyalari mafailun, failun, failatun, failun shaklida kelgan. Tushundingmi? Tushunmadim. Tushunmaysan-da. Tushunmagan bo'lsang uyingga berib, raisning mana bu ikki misra she'rni obdan o'yinlab baqqan. Beyjan. Beyjan. Qarang, Rinbanjam meni bo'zaq qilyapti. Hay, kim seni bo'zaq qildi? Shojifa, she'r yozishni uningda o'rganma. Maktabga borgin, men o'rgatay. Jefang. Ha? Amaliyotda she'r yozish degan qo'rim qo'rg'onga o'xshashli bir ish. Sen yozmoqchi bo'lgan she'r dal ashu qo'rma. Uni yaxshi yozay desang, mayni ko'proq qo'yib qo'rg'in. Ta'mli qo'rmoqchi bo'lsang, uningga ozroq tuz ham xurish sag'in, ha? Bilib oldingmi? Bilib oldim. Gülandam, biz degan chorvachi, qo'y kola degan bizning hayotlik manbayimiz. Qish kelganda o't cho'p degan qo'y kolalarning hayotlik manbai bo'ladi. Uqdingizmi? O't cho'p qo'y kolalarning hayotlik manbai ekanligini albatta bilaman. Kuzuma! Ot ketdi! Bana bak gel! Sakin ol lan! Tez ol lan tez! Nevruz! Kızım! Buna! Buna kaçakla kötü! Sakin ol lan! Gel! Gel!
Gel sakin ol la. Gel. Sakin ol la. Manazir. Ot çöplerim kuyup gitti. Üyümü kuyup yok oldu. Koy kaldırım açlıktan ölse kandak kılamı. Çarvıçı qarindosh. Ilmi ko'pchilikning yordamida o'tni o'chirib oldik. Xotirjam bo'ling. Bu bir necha kungacha sizlarga turg'ida kelib chiqadi. Qo'benjon, ular qism qo'rg'oshiga berib bir necha kun turib tursin. Xo'p, biz ozodlik armiya imkon qadar pat arda sizlarga o'sib beramiz. Qo'ykallarning ishini biz yana amal qilaylik. Xotirjam bo'ling yo'ldosh. Do'doshim, bak. Yurtdoshni bilib ketgan. Xo'p. Ulardan biri bering. Yurttaş, qani bu yoqqa. Yurttaşlar, qaytib ketinglar, ha? Ha, yürü Ha, bo'ldi, qaytinglar. Hammamiz qaytaylik. Niyozga. Rahmat sizlarga. Qaytaylik. Qo'benjon! Va! Bir necha askarni chiqarib, bu yurtdoshning uyini inchiklik bilan tekshirib beringlar. Xo'p, yuringlar. Men bilamanlar. Peycan. Acaba tuyuqsizlik o't ketibdi o. Ha. Bu o't ketish hodisasi sal g'alati turdi. Bu o'tning jetmay mojanjang bilan aloqasi bor. Ha, bu aniqli bir ish qo. Biroq masala mush yerda. Uning bu o'tni qo'yganligi bizga shuni bildirdiki, u qaytib kelmoqchi. Biroq u nima uchun bizga deb qo'ydi? Taklif qilma. U bizning istiqomimizni qalayim qaqmoqchi, ondan fursatni foydalanib hujum qilmoqchi. Undaqda u faqat Solih tog'i egzi. Bu birdan bir yo'l. Peycan. Undaqda biz unda qozonga mundaq cho'mish qilaylik. Ma'qul. Shuni anglab turinglar. Bugundan boshlab hamma askarlarga uqtirish qilinglar. Biz urush holatiga kiramiz. Qo'benjon, va sen iliq Charuchaga tezroq bir yangi uy sepagin. Xo'p. Qo'benjon, va bir necha askarni boshlab surishtirib baqqan. Qanday qilsak imkon qadar o't cho'p masalasini tezroq hal qilib bo'ladi ekan. Xo'p. Qo'benjon, va sening vazifang sal mushkul. Sen Solih tog' ayg'izini mahkam qo'ydigan. bildim. Anlab turinglar. Biz cho'qim o'zimizga boshqalarga bo'sh tadbir qo'llanaylik. Mojanjang bizni qiltoqqa tushdi deb o'ylab qolsin. Biz chandirmay turib ajoyib bir o'zgarish qilaylik. O't çöplerimiz bir necha kunga qolmaydi tugaydi. Yem-xashak bo'lmasa, qo'y kalalar bir-birlab ochliqdan o'lib ketadi. Ajab tushunmadim Navruz. Chorvachilarning qo'y kalalari o't cho'p yesa, ozodlik armiyaning otlarimi o't cho'p yeydi. O't cho'p maydoni kuyib ketsa, ozodlik armiya o'zi qanday qilar? Albatta, ochliqdan o'ladigan ish bo'lsa, o'ladigani cho'qim qo'y kalalar bo'ladi. Hargiz harbiy otlar emas. Ozodlik armiya. Ular taraf-tarafdan biz bilan qarshilashyapti. Yan Peycan, yani men bilen el rayı toğurluq pıranlaşqılı kelmigensiz. Shundoq ham shundoq emas. Hurmatli imom xonim, sizlar bilan bir ish to'g'riliq paranglashmoqchidim. Tahirning o't cho'p maydoni kuyib ketdi. Endi ming'ilgan, o'nming'ilgan qo'y kalalar nima yeydi? Bu bir muhim masala. Navodi yaxshi bir taraf qilinmasa, Tahir shahri bir qushxonaga aylanib qolmamdi. Qanda qilay deysiz? Men sizlar bilan shu ish to'g'riliq maslahatlashay degan. Fuqarolarimiz Moni begimning yaylig'ini ishiltib turib bu o'tkaldan o'tib olsinmikin deyman. Moni begimning yaylig'i masjidning vaqtisi emas-ku. Nemishqa meni izlaysiz? Sizlar Tahirdagi obro'li odam. Sizlar bilan shuni maslahatlashay dedim. Birinchisi sizlar guvochi bo'lib qo'ydinglarmikin? Biz faqat fuqarolarni ko'z tutib Moni begimning yaylig'idan foydalanib tursakmikin deyapmiz. Ikkinchisi sizlarni Moni begimning yaylig'idagi o't cho'plarga haqiqiy savdo bergan pulni vakolatdan topshira olammikin deyman. O't cho'pning puli? Ha. Biz ozodlik armiyaning 3 cho'ng intizom 8 diqqat belgilamamiz bor. Ammaning bir tal jip-jingnisini olmaymiz. Biroq hozir ishlatmoqchi bo'lganimiz ularning yaylig'i. Shunga biz bu pulni jazman to'laymiz. İgisi bo'lmasa, kishining bir tal giyohsini tutishmi xato. Biroq hozirgi ahvolda Moni begim bo'lgan taqdirdimi, u hargiz qarab turmaydi.
Bu bek yaxshi oldu. Hürmetlik İmam Axunum. Ben pulnumu ağaç kiliydim. Emsi malal kömey. Bu pulni Moni begimge vakaleten tapşırıp ağayla. Pulni siz ep ketang. Keyin Moni begim qaytib kelganda o'z qo'lingiz bilan topshirib bering. Onun meyli. Aras. İmam Axunum. Ben tehe bir qarz hüccet ezip ip gelgen. Moni begimge vakaleten tapşırıp ağayla. Uç kök osmon, payansız dala. Yelpinar o't cho'p, yaylar qo'ykala. Payjang. Qadimgi shoirlar bu she'rni nayt yaxshi yozibdiki. Shundoq. Biroq to'lama afsus. Ehtimol damalliqi biras bu yerga kelib qo'ykala beqishga jur'at qilolmasmikin. Namajon? Ha? Sen darhol odamlarimizni bu yerga boshlab kelib o't cho'p urishga tashkilligin. Choruvchilarning uy-uylariga gapirib bersin. Lekin Anzirma. Ben İmam Axunum bilan ko'rishdim. İmam Axunum choruvchilarning bu yerga kelib Moni oilasining yaylig'idan foydalanishiga ijozat berdi. uqdim. Ularga deb qo'yg'ash kel. Ular tashakkur etmoqchi bo'lsa, berib İmam Axunumning odil, mehribonligiga rahmat etsin. Xo'p. Navruz. Uyda odam bormi? Teşlikmi? Yurtdosh, tinchlikmi? Teşlik. Navruz uyda yo'q. O't cho'p maydoni kuyib ketmasmi? Biz sizlarga o't cho'p ib keldik. Navruz kelganda uni deb qo'yasiz. Rahmat sizlarga. Sizlar pek oq ko'ngilkansizlar. Yordam lozim bo'lib qolsa, bizga esinglar bo'ladi. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Hey, No'roz. Bu nima qilganingiz? Boshlig'ing Yongpayjonga deb qo'y. Men Navruzning qalbini bir dova o't cho'p bilan setib ololmaysizlar. Hey! Qandaq stil bu? Oy, Axto, yangi uyga joylashyapsiz-da. Qandaq, yangi uy sizga yoqdimi? Yoqdi. Ishonimanki, ozodlik armiyaning yotgan ko'pillari sizlar tojiklarning supsiq selinsa, cho'qim o'zgacha illiqlik berdi. Rahmat. Ozodlik armiya jinimni qutuldirib oldi. Menga yangi uy sep berdi. Men sizlarning olvasidan o'zgarganinglarga hargiz ishonmayman. Rahmat sizga, rahmat. Meni yaratsanglar, uyimda bir vaqt g'izo yeb ketinglar, bulamdi. Yaxshi-ku. Amisa bizni g'izoga taklif qilsangiz, mening bir shartim bor. Ha? Axto, bizning boshlang'ich maktabimiz dars boshladi. Bolangizni tezroq maktabga olib berish kapolatlik qiling, bo'lamdi. Ha? Bo'ladi. Ay, 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 ay. Balalar, qani kiranglar, qani bu yoqqa. Ay, qochmanglar. Sizlar qilinglar. Men sizlarga xat yozishni o'rgatay bo'lamdi. Qani kiranglar. Kiranglar. Qani bu yoqqa. Chiqinglar. Qani. Saboqdoshlar, biz hozir dars boshlaymiz. Mana agishib o'qinglar. Kun. Ay. Kun. To'g'ri, kun degan quyosh degan menda. Ay. Voy. Men Yangon he. Gongtonjang teshikmi? Yo'l yo'riq bering. Janubiy Shinjongning qisman rayonlarida to'plam paydo bo'lib o'tadi. Majanjang qismining harakatini qattiq kuzatinglar. Majanjang bilan Janubiy Shinjongdagi to'planchilarning moslashib olishining oldini olib, Janubiy va Shimoliy Shinjongdagi dushman kuchlarning birlashib olishini to'sishimiz kerak. Uqdim boshliq. Xotirjam bo'ling.
Biz allaqachonlar Majanjanning harakatini atrofli kuzatishni boshlab o'tgan. Jang planini tayyorlab bo'ldik. Texi uningga nihoyat qimmatli sovg'adan birini tayyorlab qo'ydik. U keladi, ammo qaytib ketamaydi. Guanhay, qaraganda askar o'rinlashtirishda siz yana chaqqon chiqibsiz. Rahmat boshliq. Tahar bir muhim yo'l. Biz hargiz beparvolik qilmaymiz. Guanhay, tinchitquch qism 3 kun ilgari maxfiy yo'lga chiqdi. Bugun kecha Tahirdan o'tadi. Qismning o'ngishli o'tishiga kafolat qiling. Hargiz chatoq chiqmasin. Xo'p. Malaikaning buyrug'i. Yang Guanhay tegib putlasab turolmayotgan fursatdan foydalanib, Taharni qaytarib beringlar. Ondan Ko'miristonni chegirdan o'tgan tinchitquch qo'shinni qirib tashlab, bahor bayramidan burun Shinjongni biroqni qaytarib olamiz. Sinfogan, oshpazlar qismidagilarga yetkazing. Mushu 2 kun ichida askarlarga obdan g'izo yetib bersin. Hammanglar qo'zig'ini obdan to'yg'izsin. Qurol yaroqlarini surtib, yetarlik o'q tayyorlasin. Bayramni Taharda o'tkazamiz. Xo'p. Men oxiri sirtlar sargardan bo'lganlarning qadriga endi yetdim. Egi. Buni tushungan bo'lsalar, nemishqa Tahirga qaytmaydilar? Majanjangni sen tushunmaysan. U qurolini batlab, qo'ynida etli yuriydi. Bu uning Qur'onni beshin tanlab turg'undimi qo'rqinchli bo'ladi ekan. Menga tanlab turib olsa, sana gap qildigan fursat bormi? U agar tapanchini chiqiribla otsa, bir eg'iz Alloh deyishga ulguramaysan. Egi, Mayanjang o'zini sizlar bilan bir yipqa bog'labapti. U tirik bo'lsa, sizlar tirik bo'ldilar. U o'lsa, sizlar o'ladilar. Taqdir, taqdir. Birodarlar! Bir oydan beri qumdovonda turib, hammanglar riyozat chekdinglar. Jafo mushaqqatli kunlar o'tib ketdi. Bugun biz berib Tahirni qaytarib olamiz. U yerda qalbimizni tabriklab ziyofat qilamiz. Yo'lga chiqishga tayyorlanglar. Yingjang! Yingjang, to'xtab turing. Yingjang, telegramma. Tarqılыңlar! Tarqılыңlar! Azatlık armiyaning tinchitquch qismi qachon o'tib ketgandi? Bilmadim. Azatlık armiya insi jinni to'ydirmabdi. Qaraganda yaqinqi mezgillarda umid yo'q o'xshaydi. Xonbanjang, bir ahvol bormi? Peycan, g'alati ish bo'ldi-ku. Rasululloh azroq bir gapsi yo'q. Osmondagi ovi burkutga qarang. Shundoq erkin, bemalol uchib o'tadi. Demak, tog' orqasida odam yo'q degan gap. Menimcha, payti to'g'ri emas. Majanjang endi kelmagidak. Biroq biz yanada davomli bosib turaylik. Qolgan jangchilar men bilan tog'dan tushishga tayyorlansin. Peycan, bu Majanjangning boshlig'i bizning tinchitquch qismimizdan buncha ular tez kelganini hargiz o'ylamadi-da. Arzimas bir to'polonchini yo'qotmoq shuncha tasishmidi. Bu Majanjang kesimi yanada tumshuqiga yeydi o'sha. Qanday dedim? Ko'banjang, Peycan. Bu Majanjangning nima xiyoli borligini hech bilamadim. Necha million kichik ko'mindan qo'shinni biz mag'lub qilib tarmar qilib atgan tursak, qilib qolgan o'sha oqsoq-cho'loq banditlari tig'i biz bilan jan tikib ilishib, Shinjongni qo'limizdan tatib olmoqchimikan? Bu tushaykiganlik-ku. biroq mening hozir hammadan bak shuni bilgim kelyotdi-ki, Majanjang mushu daqiqada zodi nima o'ylayotgandi? Jangga jiddiy hozirlik ko'rib, fursat kutgudakmizmish.
Mushundaq sharoitda jangga qandoq jiddiy hozirlik ko'rgili bo'ladi? Qandoqmi fursat kutib tura olamiz? Getining chiroyliqligini. Yanguanxayning texi put tashlab turamagan fursatidan foydalanib, Shinjongni qaytirib olg'dekmiz. Biroq biz hozir hatto Tahorg'imi qaytamayotgan tursak. Qish o'tsa, bahor keladi. U kamgacha ozodlik armiya Yanguanxaylar Tahorda yildiz tatib bo'lmadi. Pinhon marvoyat, hatto maloikaning yangi buyrug'ining nima ishkanligini mi demidi? Hiç bilmedim. Kelar yili nima ishlar bo'lib ketadi ekan tang. Gülendam, ne buldunuz? Ishim bo'lmadim. Tugab ketgan ota-onam esimga kelib, ko'nglim sal buzilyapti. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Gülendam, siz dopchilang, men sizga usul o'ynab beray. Birdan-bir ko'nglingiz ichilib qoladi. Biroq men dopchilishni bilmayman. Dopchilishni bilmagingiz nimasi? Tojik qizlarining orasida dopcha olamaydigani yo'q-ku. Navruz, men kichigimda ota-onamdan yetim qolgan tursam, men kim dopchilishni o'rgatadi deysiz? Kechiring, ko'nglingiz buzildigan gapni tilga olmasam bo'pti ekan. Navruz, men birdan yolg'iz o'ltiray, bo'lamdi. Ma'qul. Hürmetli İmam Ağunu, ben yeni silini malal kıgılık geldim. Yanpaycan, aziz mehmon tursinlar, siz kelsiniz, men to'lim qo'shal bo'laman-da. Rahmet sizga. Hürmetli İmam Ağunu, biz Tahorga kelgandan buyon bu kichik shaharda nurg'un ishlar yuz berdi. Shundoq. Yerlik fuqarolar haqiqatan ko'p riyozat chekdi. Bizning armiya xalq munosabatimizmi bir talay sinoqlarni boshdan kechirdi. Endi yaxshi bo'ldi. Fuqarolar oxiri xotirjam turmush kechiradigan bo'ldi. Fuqarolarning kun kechirishda boshqa talabim yo'q. Faqat xotirjamlik bo'lsalar, shuning o'zi baxtda. Shundoq. İmam Ağunum, anlasam shahrimizning bozorini bu atrofda dangmoqdaydi-ku. Shundoq. Qarasizlar. Biz ozodlik armiya tarafdan biroz yemaklik tayyorlasak, shahar xalqi bilan bir bozor qilsak, qandoq deylar? Bu yaxshi ekan-ku. Sizlarning samimiyatinglar ko'pchilikni cho'qim ta'sirlantirdi. Yanpayjan, Tahorning fuqarolari ilgari sizlarni xato tushungan yerlar bo'lsa, ularni afu qilib o'tkaysizlar, ha? Yo'qsa. Biz Xanzolarda kishining ko'nglini olay desang, o'z ko'nglini ber degan gap bor. Meningcha, biz faqat samimiy muomala qilsaklar, Tahorda jazman xotirjamlik o'rnaydi. Biz ozodlik armiya bu yerda uzun turgan seri bizning yurish-turish gap so'zlarimizni fuqarolar tabiiy oldilarni aniq ko'ralaydi. Burun sal uqishmaslik bo'lgan bo'lsa-mu, ishonimanki, uzunga qolmaylar hamma tugullar yeshiladi. Yanpayjan, odam uzoq kunda sinanar degandingiz. Bu gap bak to'g'ri ekan, ha? Biroq, İmam Ağunum, boyqishimcha shahrimizda Navruz deydigan bir yigit bor ekan. Uning biz ozodlik armiyaga bo'lgan adovati bakli cho'nqur ekan. Osh qatimki tog' eg'izdagi fojiada u jinidan ayrilg'ili tas qolgan emasmi?
Navruz. Hı? Rastilla Azatlık Armiya bilan o'g'liq tatish musobaqasiga qatnashamsiz? Nemişqa qatnashmoqqa deyman. Men ulardan qo'rqmayman. Navoda ularning ochig'ini keltirib qo'ysangiz, bu o'ynashadigan ish emas-ku. Gülendem, qarab turing. Ularni qanday qutib olamankin? Bu qartoruq adetki can yetemez-cü mu? Eyni çağda atıq askerler leyeni attallıgan çağda muş qartoruq nurgun canşilerini tişmollaq çürötken. Çünkü qartoruq qayılemezse. Sizler qaysı etmanılar menim yenisine dedi. Şunaq mı qartoruq? Oy, ben can. Menimçe sizden oş mijazınız qartoruqni gidin bolsa-cü mu? Menimçe onu faqat sizler tizgileyeleysiz, to'g'ri mu? Taşyan, sana rastını desem yermen doğru dedim. Bilemsizler, bu at bilen adamı taqdirini o'rlashtirishga bağlı. Bir kim boysundurman daqli boysunduramaydı. Ayni çağda qartoruqni birlik yürüp yurgim shunda qattiq düpüldep ketdi. Uni bu turqini bekli yaqtirib qalgan edim. Qara, uning mag'rurligini. Beshini egiz ko'tirib olganini ko'mamsa uni. Şunu bilen men qartoruqni yeniq berib, qartoruq, bundan keyin ishkimiz akufki bo'ldi. Yomg'irdak yig'iyotgan o'qlar orasidan olib qarab chap emas. O'qni ko'z bo'lmasa, hech vaqasi yo'q. Ishkimiz o'z ko'zimizni bir odamning ko'zi o'rnida ishlatamiz dedim. Şunu bilen qanday bo'ldi demam sizlar. Degan gapimni qartoruq tushungan chig'i ikki ko'zini mushbeti midirlatmay mal qarab turib oldi. Mana bu taqdirini o'rlashtirish bilan ikkimiz bir oy bo'lib qoldik. Bir oila?
Ken suğu yürüyüş qilganda bu mening jinimni qutuldirib qoldi. Oldimdagi bandit bilan jon tikishib elishyotdim. Keynimda odam borligiga diqqat qilmoqdiman. O'tirib sol tarafga birli chapchidi. Orqadan birini tepli keynimda dushman yiqitdi. Shuning bilan uning o'qi osmonga uchib ketdi. Nima bo'ldi? Qarturoq, nima bo'ldi? Tusuqmikan? To'nglayapsan? To'nglagansan uy ketaylik, ha? Casus varken tez kollaylı. Tez bulunma. Qarturoq. Qarturoq. To'g'ri meni qo'rqatmisan-ku? Qarturoq. Qarturoq. To'xta. Navruz. Bayqoqni sağıttınmı? Ben alsam ne boptu? Ha? To'xta. Nemişqa etimni o'ltirib etsan? Ben o oğladıman. Mening atqıным bir et. Sen tajik bo'lg'ashqila. Mushunda qilsam bo'ladi odamsan. O'g'loq tatishimi salqisi sen uttirib etding. Gap bo'lsin menga demamsan. Mening jinim bir atqımı tang bo'lamam degan. Yomon bo'lsan qani meni etib etmamsan, ha? Eting uchun o'shanmamsan. Pencan! 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 Oy! Laneti ablah, meni urg'udak bo'ldingmi? Pencan! Pencan! Qilma, Pencan! Bo'ldi, Pencan! Go'benjon. Nemish oldu? Nemishqa odam tutibsizlar? Uningdan so'ra. Navro'z. Nemish oldu? Su musulmonlarda pokizlikning simvoli. Sizlar Hanzullar daryo bo'yida otishib, suvni bulg'udinglar. Bu Allohga bo'lgan hurmatsizlik. Hurmatli imom xonim, Navro'z, kechiringlar. Biz garchi tahorat kirishdan burun muntazam o'rganish qilib, sizlarning urf odatinglarga qarata tushuncha hosil qilgan bo'lsakmi, biroq bu ishni unutib qoldik. Kechiringlar. Go'benjon. Navro'zni yeyishib et. Peycan. Bo'ldi, gap qilma. U Qarturoqni yetib etdi. Navro'z, sen onun can etini atmasligin kerak edi. Allah igimiz şefqatlik hem keremlik ku. Bırak senin için bek tarışken musulman bendisi bundaq iş qilmaydi. Go'benjon. Uni yeyishib et. Yo'q, Peycan. Bu buyruqni majra qilmayman. Bu ishni qandoq bir taraf qilsangiz o'zing qarab bir ish qiling. Hurmatli imom xonim, Navro'z. Men yana bir qatim sizlarga noma'qul bo'laman. Bu ishni jazman qattiq bir taraf qilaman. Dodashim, Navro'zni yeyishib et. Menglar.